Bizada ayollarni yoshi 30 ga borganda tip уже все, men hamma ishimni qilib bo'ldim degan чувство juda ham ko'pchilik ayollarimizda bor. 30 yoshgacha o'zi, например, butun dunyoda 40 yoshda bu tip o'rtaga kelgandek hisoblanadi nimagadir psixologiyada. 40 ta odam o'tiradi, voy 40 ga to'lganda odam bunaqa bo'ladi. Voy shu paytgacha nima qildim? Solishtirishni boshlaydi. Bu juda ham qiyin возраст 40 yoshda. Bizada o'sha narsa 30 ga tushgan. Chunki bizada yosh ergitadi, yosh tug'adi, bizada hamma narsa tez bo'ladi. O'shuning uchun ham menda 30 yoshda shu narsa bo'lgan. 30 da orqaga qaraganman, tipa to'g'ri yo'ldaligimni tushunganman. Men o'ylayman, 40 da ham o'zimni qo'ygan planlarim bor. O'zimning lичный hayotimda, orzularimda yoki bo'lmasam farzandim bilan bog'liq qanaqadir lичный narsalarim bor. O'ylayman, ularga 40 da o'shatdan o'zimni ko'raman. Chunki hozir o'shani men oldin nima deydi, o'sha yo'lga o'sha kirganman.